3 yoshgacha bo'lgan bolalarni sunnat qilish mumkin emas. Erta sunnat qilish olat boshchasini kichik bo'lib qolishiga mikropenisga olib keladi. Chunki o'sha sohadagi teri suyuqlik ishlab chiqarib, olat boshchasini namlab o'sishiga yordam beradi. Sunnat chaqaloqlik vaqtida qilinsa, qon ketish xavfi yuqori, chunki chaqaloqlarda qon ivishi nisbatan sust bo'ladi. Chandiqli fimoz rivojlanib, olat boshchasi va siydik kanalni siqib qo'yishi mumkin. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'p yiqilishadi. Bolalarda qovuq va tashqi jinsiy a'zolar atrofida yog' bo'ladi. Bu yog' tabiiy himoya vazifasini bajaradi. Bu yog' 3 yoshdan keyin so'rilishni boshlaydi. 3 yoshgacha sunnat qilinsa, yog' qatlami yaxshi rivojlanganligi uchun olat terisini ichkariga qarab torta boshlaydi va olat ichkariga qarab kirib ketadi. Fimoz kasalligi kuzatilsa, bolaning yoshidan qat'iy nazar sunnat qilish mumkin. Fimoz olat boshchasini qoplab turgan terining torayishidir. Butun jahon urologlar fimoz kasalligi kuzatilmasa, sunnat qilishni 3 yoshdan keyin tavsiya berishadi. Tibbiy nuqtai nazardan sunnat 3 yoshdan keyin qilinishi maqsadga muvofiqdir. Berilgan barcha informatsiyalar ilmiy isbotga ega va tibbiy nuqtai nazardan gapirildi. Birinchi sunnat bo'lgan odam necha yoshlarida sunnat bo'lganlar? Buni bilasizmi?